Hozir men qaysi to'yxonadaman? Katta Qo'rg'on shahardagi. Bilganlar kommentariyaga yozib yuboringlar. Xo'p, bu yerda opa-singillarimiz chiroyli salatlari bor ekan. To'yxona polностью xizmat qilib salat qilib berganlar akalar. Xo'p, hozir mana shu salatlarning narxlarini, nech bilan tayyor bo'lyapti va qanaqa to'y bazmlarga xizmat ko'rsatadilar, hozir to'liq ma'lumot olamiz. Bu salatlaringizni hozir nech bilan tayyorlab bergansiz? Odam boshi 1000 so'mdan tayyor. Odam boshi 1000 so'mdan tayyorlanadi. Masalan, hozir bundan tashqari yana bor. KFC bordi, somsacha bordi. Bir 30 xil, 20 xil salatlarimiz bor, har xil turdagi. Telegram gruppamiz. Telegram gruppalari bor. Telegram gruppalarini linkga qoldiraman, mana shu yoqqa ekranga yozib qoldiraman. Bemalol obuna bo'lsanglar bo'ladi. Pastga telefon raqamlarini qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mirbozor, Oqtosh, Xatirchi, Nurobod, Ishtixon bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Opalarimiz hammasi ishonchli. Bemalol uylarga borib zakaz berganlaringizdan keyin, uyga borgandan keyin aniq 100% zakaz berasiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Salatlar juda ham xilma-xil. Hozir bu yerda mana 3 xil bor ekan. Mana shuni ko'rsatyapmiz hozir. Nima dedinglar? Hozir mana shu masalliq olib bersanglar 1000 so'mdan qilib beryaptilar. Ya'ni undan tashqari skidkalar bor. Arzonmi, qimmatmi? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ya'ni qanaqa turdagi salatlar qilib bersalar yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa, opamiz bilan bundan keyingi, ya'ni yangi salatlarni olib chiqib turamiz kanalimizda. Shuning uchun kanalimiz agar yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Har doim mana shunaqa yurakchan qizartib, likelarni bosib qo'ying. Opa-singillarimizning xizmatlariga necha baho? 1 dan 10 gacha bitta kommentariyaga baho berib yuboringlar. Yana qanaqa xizmatlaringiz bor? Dasturxon bezab bersin. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. To'y dasturxonmi, tug'ilgan kun dasturxonmi, noldan bemalol mavlud qilasizlarmi, boshqa bazmlar qilasizlarmi, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zlari borib noldan dasturxonlarni chiroyli qilib bezab beradilar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamdan aloqaga chiqaverasiz. Nima dedinglar? Hozir 1000 so'mdan tayyorlab berish arzonmi, qimmatmi? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Rahmat kattakon.